Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali ponchiklarni tayyorlaymiz. Birinchi unimizga tuz, shakar hamda quruq dro'jani solamiz. Unimiz bilan yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Iliq kalyak sutlariga 2 dona tuxumni solib yaxshilab aralashtirib, unimizni ustiga quyamiz. Avval lopatka yordamida, keyin bo'lsa qo'limiz bilan yumshoqqina xamir tayyorlab olishimiz kerak. Xamirimiz juda ham yumshoq bo'lsa, ozgina un qo'shishinglar mumkin. 10 minut xamirni tindiramiz. 10 minutdan keyin xamirni yana olib, ichiga eritilgan kalyak saryog'dan solamiz. Xona haroratida yumshatib olsanglar bo'ladi. Yaxshilab saryog' yedirilib ketgunicha xamirga ishlov beramiz. Stolimiz ustiga ozgina un sepib, xamirni xuddi shunaqa qilib yaxshilab ishlov berib, endi ustiga salofan paket bilan sochuv yopib issiq joyga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz ko'tarilgandan keyin ko'rganinglardek tog'oracha to'lib ketmagan, juda ham oxirigacha oshishini kutmaysizlar. Bir baravar ko'tarilgandan keyin olamiz hamda zuvolalarga bo'lib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib, menda 16 ta zuvola bo'ldi. Endi bularni olib yana 10 minut tindirishga qo'yamiz. 10 minutdan keyin stol ustiga un sepamiz hamda qo'limiz bilan yaxshilab bosib, pufeylarini chiqarib tashlab, qog'ozga yoki taxtaga un sepib qo'yib qo'yishimiz mumkin. O'rtasini dumaloq qilib kesib olamiz. Ustini yopib 60 minutga tindirgani qo'yib qo'yamiz. Ponchiklarimiz yana ham ko'tarilib, ishib turadi. Tegidagi qog'ozlarni olib tashlab, olovni qizdirib, lekin past olovda ikkita tomonini qizartirib pishirib olamiz. Agar olovinglar baland bo'lsa, ponchiklarning ichi pishmay qolishi mumkin, shuning uchun past olovda pishiriladi. Juda ham yumshoq, mazali ponchiklarimiz tayyor. Xohishga ko'ra ustiga qand upasi yoki shokoladga botirib, dasturxonga tortishinglar mumkin. Ayniqsa bolajonlar mazza qilib iste'mol qilishadi. Shokoladga botirilgan ponchiklar ustidan oq shokolad yoki mayda sepadigan qandlardan sepsanglar bo'ladi. Juda ham mazali, yumshoqqina, o'ziga yoqishmaydigan ponchiklarimiz tayyor. Ichlari ham juda ham воздушный bo'lib, hammasi pishib chiqadi. Yoqimli ishtaha hammanglarga albatta tayyorlab ko'ringlar.